Ben Qo'shko'pir tumani Qorovul mahallasi profilaktika katta inspektori Mavlonov San'atbek bo'laman. Meni xizmat hududum Qo'shko'pir tumani Qorovul mahallasida 4140 nafar fuqaro istiqomat qiladi. Shulardan 154 nafari uzoq muddatda, 2 nafari probatsiya hisobidan turadi. Ya'ni bular axloq tuzatish ishlari jazosini o'tamoqda. Bizning mahalla yashil mahalla qatoriga kiritiladi. Bunda biza mahalla yetkiligi deputatlar bilan hamkorlikda ishlab turibmiz. Bundan keyin ham shu yashil mahalla qatorida saqlash uchun hamkorlikda ishlarni davom qildiramiz. Hozirgi kunda profilaktika hisobida turgan notinch oilalari 3 tasi bo'lib, bular ajrim yakasida turgan oilalarga kiradi. Bulardan mahalla yetkiligi bilan hamkorlikda yarashtiruv komissiyasi tuzilib, yarashtirish choralari ko'rilib turibdi. Bitirdim. Hozirgi kunda kiber jinoyatlik bo'yicha shu mahallada nima ishlar olib boriladi? Kiber jinoyatchilik bo'yicha 2026 yilning 6 yili mobaynida bizada umuman jinoyat sodir bo'lmadi. Bu bilan biza mahallada Telegram guruhlarida hamda Telegram guruhlarına kiber jinoyatni qurboni bo'lmaslik uchun videoroliklar, mahallada fuqarolar ko'p yig'inlar joylarda bannerlarni yopishtirib, bundan tashqari yig'ilishlar o'tirib, fuqarolarni ogohlantirib, tashviqot ishlari amalga oshirib turibdi. 2026 yilning o'tgan 6 oy davomida bizning mahallamizda kiber jinoyat umuman sodir bo'lmadi. Bu sabab shu mahalla Telegram guruhlarida targ'ibot, tashviqot ishlarini amalga oshirib turibmiz.